46 darajada deysizmi? 46 va hattoki 48 darajagacha. Rekordlar yangilanishi mumkin issiqlik. Ayni mana shu haftada tayyorlanishimiz kerak, aholini o'zi ham tayyorlanishi kerak. Mana shu haftadagi eng issiq havo harorati respublikada kuzatiladi. Maksimal ko'chada harakatlanmasligi kerak. Dehqon fermerlar uchun ob-havo ma'lumotlar berishni davom etamiz. Erkin aka, assalomu alaykum. Demak, isishi boshladi, qizishi boshladi va turli xabarlar chiqyapti. O'zi bu hafta jazirama bo'ladi degan gaplar bor. O'zi yana shu boshlandimi? Termik depressiya degan narsalar boshlanadimi? Assalomu alaykum. Respublika fermerlar kanali kuzatuvchilari, biz o'tgan hafta o'sha o'rtalarida va juma kuniga qadar juda issiq havo, o'sha jazirama deyiladi, lekin bu anomaliya emas. Lekin shunga qaramasdan juda ham ko'plab hududlarimizda havo harorati maksimumlari 43 daraja. Shimolda 43-44 daraja bo'ldi. Termizda ham 44. 10-iyul holatiga mana xaritasini ham ko'rsatyapmiz. Hattoki Vodiyda, Namanganda ham 41 dan yuqoriladi havo harorati. Bu sezdirdi ko'plab tarmoqlarga, kishilar ham sezdi issiqlikni. Endi mana bu kelayotgan haftada O'zgidrometda o'zi ham 13-17-iyul kunlari juda ham ko'plab hududlarimizda 44-46 daraja tekislik, cho'l, shimol hududlarida 46 daraja deysizmi? 46 va hattoki 48 darajagacha. Qizilqum cho'llarida 48 darajalik issiq harorat kutilmalari bor hozir. Ayni payshanba, juma kunlariga to'g'ri kelyapti. Ya'ni mana shu kuni markazda atmosfera bosimi 995 giktopaskalgacha pasayuvchi termik depressiya, ya'ni past bosimli issiq ob-havo sharoiti o'sha Eron, Turkmaniston hududlari orqali kirib keladi bizga. Bu hozir biz bilasizmi, Kamoljon aka, yilning eng issiq davrida turibmiz. Kalendar taqvim bo'yicha yilning eng issiq iyulning o'rtasi, bu boshqa paytlarga nisbatan eng issiq bo'lib kelgan azaldan. Shuni hisobiga endi bizga kirib kelgan hozirgi termik depressiya juda ham issiq, ya'ni havo harorati maksimum ayrim stansiyalarimizda ehtimol meteorologik stansiyalar aytyapman. Masalan, O'zgidromet 150 yil yoki ayrim stansiyalarda 100 yildan buyon kuzatuvlar olib boryapti. Mana shu stansiyalarda rekordlar yangilanishi mumkin issiqlik. Ayni mana shu haftada. Chunki markazda ko'zi 995 gigapaskal va o'tyapti. Hattoki Turkmanistonning ayrim hududlarida 50 darajalik. Ya'ni ko'zi, ya'ni sharqiy Turkmaniston hududlarida 50 darajagacha havo harorati ko'tarilishi mumkin. Bizda 48 cho'l hududlarida, endi bu Qizilqumda maksimum, shimolda 46, 47, janubda ham 46, 47. Qoraqalpog'iston, Xorazmda 46, 47 deysiz. Navoiy, Buxoro. Navoiy, Buxoro cho'llarida 48, 47lik. Endi shaharlarda 46 daraja kuzatiladi. Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryoda mana ertadan boshlanyapti. Bugun shimoldan, ya'ni dushanba kuni shimoldan sekin-asta u Turkmaniston orqali sekin respublikaning g'arbiga harakatlanadi, markaziga har kuni issiq havo oqimi shakllanaveradi. Asosiy keyin respublikaning zich aholi istiqomat qiladigan viloyatlarida bu payshanba kunidan to'g'ri kelyapti. Ya'ni 16-17-iyul kunlari mana shu haftadagi eng issiq havo harorati respublikada kuzatiladi. Ya'ni Toshkent viloyati, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyati va Vodiyda endi dam olish kunlariga, ya'ni shanba kuniga, juma kuniga kelib, ya'ni 17-18-iyul kuniga kelib issiq havo oqimi Vodiyda 43-42 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Juda ham yuqori bu. Va Toshkent shahrida maksimum juma kuniga to'g'ri kelyapti. 44-45 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Va bu holat tayyorlanishimiz kerak, aholini o'zi ham tayyorlanishi kerak. Mana hozir favqulodda vaziyatlar vazirligining hududlaridagi bo'linmalari ham sirenalar yordamida o'sha ogohlantirish xabarlarini beryapti. Qanaqa 12 dan 17:00 muddat oralig'ida maksimal ko'chada harakatlanmasligi kerak. Quyosh tik turayotgan joylarda endi tabiiyki o'zi harakatlana olmaysiz shunaqa paytda. Chunki oftob urishi, turli xil kasalliklar, yosh bolalar harakatlanmasligi kerak, yosh kattalar qiynaladi baribir bu issiqlarda. Shu uchun biz mana shu chora-tadbirlarni ko'raverishimiz kerak. Va qishloq xo'jaligi uchun sinovli, albatta issiq hozirdan boshlandi, suv. Va havo qurg'oqchiligi, ekstremal havo qurg'oqchiligi yuz beradi. Bu nima degani? Bu endi o'sha juda ham katta miqdorda suv bug'lanadi, endi havoga suv ko'p talab qiladi. Mana shunaqangi holat va afsuski ko'plab qishloq xo'jalik mahsulotlarimizda baribir gullariga, masalan, paxtachilik tarmog'ida shonasiga ta'sirlar bor. Balkim 20%, 30% gacha to'kilib ketish, qovjirab ketish. Endi bu bo'yicha vazir tavsiya berdi, o'sha gulli to'kmasligi uchun shu bor kislotasini sepib qo'yish kerak. Iloji bo'lsa, mana ko'rdingizmi ko'rsatuvni, bor kislotasini olib sepib qo'ying, unaqa qimmat turmaydi, qopda olsangiz va o'sha gulini saqlab qolishga yordam beradi. Yog'ingarchilik haqida endi tabiiy bunaqa issiqda yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Bu shunaqangi jarayonki, hattoki tog'larda ham kunning ikkinchi yarmida shamolni ham bloklab qo'yadigan shunaqa bir 2-3 kunlik dim havolar bo'ladi. Bu paytda bulutlar
baland tog'larda rivojlanib, o'zida maksimal yog'ni ham tashlab olmaydigan vaziyat 2-3 kun endi. Lekin mana o'tgan dam olish kuni biroz bahor va havolar qaytdi. Tog'larimizda jadal yog'inlar, chaqmoq hodisalari, momaqaldiroq, do'l hodisalari kuzatildi. Va kelasi hafta yakshanba kunidan, shimolda shanba kunidan, ya'ni 18-iyul kuni, yakshanba kuni 19-iyul kuni endi shimoldan Rossiya hududlaridan sovuq, salqin havo oqimlari kirib kelyapti va keyingi hafta hozirgiga nisbatan sezilarli havo harorati pasayadi. Ya'ni maksimal havo harorati endi 35-36 lik kuzatilishi mumkin keyingi haftada. Ko'plab kunlarda, ha. Bu hafta o'zi 40 kunduzi 40 darajadan tushmas ekanda, demak. Ha, kunduzi juda ham ko'p muddatlarda, ya'ni masalan o'tmishlarda yoki mana o'tgan haftada 40 daraja soat 2 dan kechki payt 5 gacha kuzatilgan, 3 soat kuzatilgan bo'lsa, endi 11 dan boshlanadi bu. 40 dan o'tib ketish juda ham ko'plab hududlarimizda 6-7 gacha bo'ladi. 6-7 gacha. Bu degani baribir biz ko'plab tushkunlikka, stresslarga, issiqlik stresslarga tushib qolamiz. Shuni hisobiga olib biz albatta mas'ul tashkilotlar, Sog'liqni saqlash vazirligi, favqulodda vaziyatlar vazirligini, sanitariya epidemiologik osoyishtalik xizmatining tavsiyalariga muntazam amal qilishimiz kerak. Ovqatlanish ratsionlari shunday ham bloklanadi. Bu paytda suvdan boshqa hech narsa ketmaydi. Bunaqa issiqda hozirdan boshlangan tungi uyqularimizda muammolar yuzaga keladi. Shuning uchun mana shularni mo'tadil holatga normalashtirish uchun barcha chora-tadbirlar qo'llashimiz kerak. Keyin ijtimoiy tarmoqlardan nima qilardik, so'rab qolardik. Baribir havo harorati tushunchasi, chunki hozir izohlarda ham 48 daraja, qanaqasiga 48 daraja bo'lishi mumkin. 50-60 bo'lib bo'lyapti. 60 daraja, 70 Nima deysiz, shuni bir izohlab bering. Endi nima deymiz endi, bu maktab yaxshi o'qimaslik deyiladi. Chunki maktabda 5-sinf darsligi bor, geografiya endi hozir o'tilmayapti. Afsuski o'tilmayapti nimagadir. 4 yildan beri o'tilmayapti, lekin masalan siz ham, men ham yoki bizdan o'sha keyingi 10-15 yil keyin o'qiganlar ham 5-sinf geografiya darsligini o'qigan va o'shanda 22-mavzusi bor. 75-sahifani ochib qarashsa, havo haroratini qanaqa o'lchash haqida mezon yozilgan. Hamma narsaning o'zining standarti bor. Shu qatori havo haroratining ham o'zini o'lchash me'yori bor, standarti. O'sha havo harorati 2 metr yuqoriga to'g'ridan to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan va shamol esib turadigan taxtali yashik ichiga o'rnatilgan termometrdan o'lchanadi. Bu butun dunyo tan olgan bir mezon, standart hisoblanadi. Rasmlarni joylaymiz. 1860-yilda Selyanov degan bir olim taklif qilgan. Nimaga? Chunki hozir mana o'sha mashinani issiq sirt yuzasiga tushayotgan mashinadan datchigidan olish ko'rsatishyapti yoki bank peshto'xtalari yoki svetoforlarga o'rnatilgan har xil termometr, ular issiq qizib turgan sirt yuzini beraveradi. Masalan, bundan 200 yil oldin bunaqangi mana shunaqa sement, mana shunaqangi betonlar kashf qilinmagan. Endi o'shaning uchun bundan keyin ham o'sha Selyanov ko'rganki, o'sha xato bo'lib ketmasligi uchun bitta standartda yurish uchun va biz nima uchun bu narsani o'lchaymiz? Har bir havo haroratining qiymatlaridan kelib chiqib biz o'zimizni qanaqadir his qilamiz. Masalan, 36.6 dan yuqorilasa tana haroratdan, demak biz tashqaridan qiynalamiz. Tabiiyki qiynalamiz. 36 dan 6 dan yuqorilasa harorat, qiynalish boshlanadi inson. Namlik qanaqa bo'lishidan qat'iy nazarda. Shuning uchun mana shu tadqiqotlar bo'lishi uchun yoki mana havo harorati 10 darajadan yuqorilasa o'rtacha sutkalik, sekin 3 kun orqama ketdim, bodom gullaydi deydi masalan. Hammasini o'zining mezonlari bor. Shuning uchun biz o'ylaymizki, qanaqadir fake xabarlarga, norasmiy ma'lumotlarga ishonib qolmaslik kerak. O'zgidromet o'lchayapti, o'sha kitobi bo'yicha o'lchayapti. Kitobda ham yozib qo'yilgan 5-sinf aldamasdan, nima qilmasdan. Biz nimani talab qilishimiz kerak? Bizda muammoimiz qaysi harorat yuqorilab ketsa, necha gradusdan yuqorilab ketsa, kompensatsiya to'lash masalasi. Ochiq havoda ishlaydigan odamlarimizga biz huquqiy mexanizmni qo'llamaganmizda. Yo'q unaqa. Vazirlar Mahkamasi qarorida ko'rsatilmagan, afsuski milliy standartimiz yo'q. Yoki prezident qarorida ko'rsatilmaganda. Shuning uchun biz doimo qanaqadir O'zgidrometni yoki mana Erkin degan mana biz gapiryapmiz. Juda izohlarda ko'p yozishyapti. Shuning uchun 5-sinf geografiya maktab darsligini olib olish kerak. Biz yaxshi o'qiganmiz maktabda. Shuning uchun yaxshi o'qiganni har doim savalashimiz shart emas. Ziyolilarni ko'proq gapirtirishimiz kerak, yaxshi tirik qolishimiz uchun kelgusida. Katta rahmat. Albatta bu bo'yicha ham fikrlaringizni izohlarda yozib qo'ying va biz konstruktiv tanqidlarga albatta tayyormiz va fikrlaringizni bildirib o'ting. Katta rahmat, Erkin aka. Sog' bo'ling.